Bugun sizlar bilan Rexing pompa qurolini qanday qilib polностью o'sha buzib, yana qaytadan joyiga yig'ishda birma-bir sizlar bilan ko'rib o'tamiz va mexanizmlarini birma-bir sizlar bilan ko'rib boqamiz. Birinchi o'chirimda stol gaykasi yechiladi. Stoli birinchi o'chirib, ko'pchilik o'chiramiz, zatorni oldiga qarab tortishyapti, lekin bu noto'g'ri. Ozgina stolni tortib olinadi. Yengil harakat bilan bu narsa amalga oshiriladi. Keyingi o'rinda pompani zatori yechiladi. Mana juda ham oson mexanizmlari. Mana zator qismi bor va zatorning plankasi bor. Mana qurolimiz asosiy mana shu narsadan iborat. Endi yana kimdir mexanizmni yechib ochaman degan uchun bitta shpalni urib chiqarish bilan mexanizm chiqib keladi. Mexanizmlarga keladigan bo'lsak, mexanizmlarni to'liq ko'rib chiqdim, juda ham yaxshi, sifatlari zo'r. Men hech qanaqa bu yerda qurolda ertaga buzilishiga yoki nimasidir noqulay bo'lishiga keltirib chiqaradigan detalni, ortiqcha detalni o'zini ko'rmadim. Bunda bitta mana shu plankasi va yo'qda bitta prujinasi bor ekan. Bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Asosiy o'qni tashqariga tashlaveradigan narsasi mana shu stolning shpali bo'ladi. Asosiy o'qni tashlaveradigan narsa xuddi mana shu bo'ladi. Stollarning ichidan juda ham chiroyli xromirovanный, kamuflyajlari ham juda ham zo'r. Yana qayta yig'ilishlari ham juda ham oson. Mana birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchi o'chirdi mana. Soldik. Oddiy zator shuni ustiga qo'yib qo'yasizlar bu. Va shu stolni ichiga to'g'rilab sog'oramiz. Mana bu orqaga tortilgandan keyin yana oldiga tortib qo'yish kerak buni. Stol bo'lmasa stol tushmaydi unga. Xuddi shu tarzda Rexing RC 412 modeli yig'iladi. Bu qurolni keladigan bo'lsak, menga juda ham yoqdi. Qo'lga tushishlari, planka tekizliklari juda ham zo'r. Otish tezligi endi u odamni o'ziga bog'liq. Misol uchun menga o'g'da ishlatib ko'rmadim hali, lekin bir o'g'da ishlatib ko'rish niyatim bor. Sizlarga tavsiya qilib qo'raman. 550 dollar ekan Nishon marka qurollar do'konida. Sifatlari a'lo darajada.